Pianomi? Yo'q, rahmat. Shoshmay tur. Mana bunday. Endi tishlaringni yuvda yotib uxla. Lekin men uyqum kelmayapti. Sen nima xohlayotganingni juda yaxshi bilaman. Axir seni oyingman. Shuni esdan chiqarma. Quyonvoy. Quyonvoy. Salom. Qayerda eding? Yaxshi so'rama. Menga qara, qo'g'irchog'ing bitib qoldimi? Yo'qsa boshqa chidolmayman. Deyarli hammasi tayyor. Allo, bolam, allo. Uxla, qo'zi, uxla. Tikanvoy, axir senga hovlidan tashqariga chiqma degandim-ku, nega qochib ketding? Sen meni aytganimni qilishing kerak. Jahlimni chiqaryapsan. Hammani o'g'li aqlli. Meni kelsa, takasaltang. Ko'rdingmi? O'ynab bo'ldik. Ma ol, endi o'ynayver. Qo'y, qayoqqa? Tikanvoy, senga ruxsat bermayman. Bosh kiyimingni kiyib ol. Shamollab qolishing mumkin. Nazarimda shu xolakasini o'ylab topib bekor qildik. Ish qilib oxiri baxayr bo'lsin-da. Hech qisi yo'q. Hali zamon o'ziga kelib qoladi. Bor yo'g'i berilib ketgan. Quyonvoy. Tikanvoy bilan xohlagancha do'stlashishing mumkin, lekin uning tarbiyasiga yomon ta'sir o'tkazyapsan. Uni oxirgi payt ishtahasi yo'qolgan. Keyin juda ham bebosh bo'lib ketgan. O'g'limni tinch qo'y, yaramas. Iltimos, qo'yib yubor uni. Rostdan ham esing og'ib qolibdi. Noshukr o'g'il, zudlik bilan qayt. Yuragimni tilga pora qilyapsan. Nima gap? Shunaqami? Azizam, hozir sizga hammasini tushuntirib beraman. Gap shundaki, rostini aytsam, unga hozir hech nimani tushuntirib bo'lmaydi. Shunday ekan, hozircha u bilan biroz o'ynash kerak. Tushunyapsizlarmi? O'ynash kerak. Faqat men emas. Tikanvoy, nahotki rahming kelmayotgan bo'lsa, bechorani yig'lashini qara. Ha, Tikanvoy, u bilan birpas o'ynay qolgin. Balki joniga tegar. Keyin boshqa o'yin o'ynagish kelib qoladi. Nima deding? Bebosh o'g'ilning qaytishi. Nihoyat ajoyib yakun. Ha? Nimasini aytasiz? Balki bir qil o'ynarmiz, a? Mayli. Katta bo'lsang, o'g'lim, men seni musiqa maktabiga beraman. Oyijonim. Film Yoshlar teleradio kanalida o'zbek tiliga o'girildi.